Shu bilan mm, ta'tilga bormaydigan bo'ldi va Yusuf uchun eng og'riqli narsalar boshlandi. Ya'ni Yusuf orada o'zini hushini yo'qotdi, ya'ni xonasiga qamalib oldida narsalarni sindirdi. Э, Ya'ni o'zi yetib kelib bo'lgandi. Ya'ni onasi urishaverardi, akasi ustidan kulardi, singlisi ustidan kulardi. Ya'ni kimga u borsa har doim ustidan kulish bo'lardi. Ya'ni nima bo'lardiki, Yusuf o'zini keraksiz odam deb his qilib qolgandi o'zi. Xo'p, ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, oilada nechta odam bo'lsa, hammasiga Yusuf kerak emasdi go'yo. Ya'ni o'sha mobaynida Yusuf bor alamini, ya'ni bor e'tiborini ovqatdan oladigan bo'lib qoldi. Va ko'p ovqat yeb u ovunardi. Ya'ni o'zini hech kim eshitmaganligi uchun ovqat yerdi, ya'ni orada yana ovqatlanardi. Ya'ni ko'p ovqatlanadigan bo'lib, u bora-bora vazn yig'a boshladi. Keyin uni onasi fil deb atay boshladi. Ya'ni o'zi ustiga ustak uni o'qishlari yetmay turganda, onasi uni yana kamiga fil deb atay boshladi. Shu ishlar bo'ldiki, Yusuf to'garakka qatnashdi va respublika bo'yicha rassomchilik bo'yicha birinchi o'rinni oldi. O'rinni oldi-yu, maktabda shunaqa uni qadrlashdi ustozlari, Yusufni davralarga olib chiqib, ya'ni butun maktabni yig'ib taqdirlashdi. O'sha taqdirlashlar, maqtov yorliqlarini oldi-yu, Yusuf nima qildi? Oyistonligiga yugurdi. Ya'ni oyim mendan hech bo'lmasa bir faxrlansin degan his uni mana bu yerdan o'tgan bo'lsa kerak, manimcha. Uni oyisi ko'rdi-yu, nima qildi? Ha, olsang olibsan-da deganday gap bo'ldi o'sha yerda. O'sha zahoti Yusufni yuragi chilparchin bo'ldi-yu, oynaga qarab yig'ladi qoldi. Ya'ni o'sha lom-mim demadi-yu, o'sha yig'lagancha uyiga qaytdi. Xo'p, nima bo'ldi jarayonimiz? Yusuf xonasiga qamalib olib, kasalxonaga tushdi. O'shanda oyisi tushunib yetdiki, kech bo'lsa ham hozir bolam o'lib qolganda nima qilardim degan narsa uni qalbidan o'tdi. Ya'ni nima desak bo'ladi? Yusuf o'sha joyda o'lib qolmadi-yu, ya'ni hushidan ketdi. Ya'ni oyisini aqli ishlamay qoldi o'sha vaqt. Ya'ni o'zini hushida bo'lmay qoldi oyisi ham. Yusufni ahvolini ko'rib. Ya'ni bu bilan nima demoqchimiz? Kech bo'lsa ham tushunib yetdi, lekin undan oldin unga juda ko'p marta tushuntirishdi bu narsani. Ustozlari deyarli har ko'rishganda buni tushuntirishardi, onasini tushungisi kelmasdi. Oxir-oqibat tushunib yetdi, kech bo'lsa ham. Keyin kasalxonada nima bo'ldi? Kasalxonada ustozlari xabar topdi kasalxonaga tushganidan va Yusuf komadan o'ziga kelgan vaqti oyisi ko'rishga bordida nima desak bo'ladi? Yusuf oyisini yaxshi qarshilay olmadi. Ya'ni oyijon keldingizmi deganday muomala qildi. Keyin ustozlari xabar topishdi. Ya'ni boyagi dardkash bo'lgan, vaqtida Yusufni eshitgan, vaqtida Yusufga to'g'ri yo'l ko'rsatgan ustozlari kasalxonaga ko'rgani kelishdi va Yusuf nima qilmoqchi bo'ldi? O'sha joyda o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Ya'ni bu bilan nima demoqchimiz? Insonga o'sha qiynalgan vaqtda siz yordam bersangiz, u sizni unutmaydi. Ya'ni o'sha joyda qiynalib turgan bo'lsa ham, ustozlari keldi-yu, turmoqchi bo'lyapti. Oyisi uni uxlamasdan anaqa qilib chiqdi, masalan, komaga tushgan vaqtda oyisi ketmadi yonidan. Lekin oyisi uni qalbini sindirib bo'lganda o'zi. Ya'ni oyisiga bo'lgan mehri bor, ya'ni bolalik, onalik mehri bor, lekin o'sha vaqtda uni unchalik xushlamasa ham, ustozlari kelgan vaqtda o'zi turish mumkin emas, bo'lsa ham turmoqchi bo'lyapti. Ya'ni bu bilan nima demoqchimiz? Biz ustozlarga ham ozroq o'rnak bo'lish kerak. O'quvchimizni uyidagi muammolarini ham ozroq eshitib turishimiz kerak.
Ya'ni o'quvchi keladi-yu, biz u bilan "Xush kelibsan o'quvchim, kel bugun senga kasrni o'tamiz, yo bugun senga qisqa ko'paytirishni o'tamiz" deb uyiga jo'natib yuborishimiz kerak emas ekan. Ya'ni men o'zim olgan foydam ozroq eshitishimiz kerak. Ya'ni o'quvchini eshitsak, u bizaga aytadi. O'zida nima muammo bo'lyapti, oilasida nima kamchilik bo'lyapti, aytadi hammasini. Xo'p, demak, qissamiz yaxshi yakun topdi. Oxiriga to'xtaladigan bo'lsak, bizni Yusuf baribir matematikaga no'noqligicha qoldi. Ya'ni no'noqligicha degani sanashni bilmaydigan bola bo'lib qolmadi. Ularni o'rgandi-yu, qiynalsa ham yechim topishdi. Naqd pul olib yurmayapti, karta olib yuryapti. Keyin o'sha joyda bitta narsani aytib o'taylik. Rassom to'garagiga borgan vaqti u ustozini Nur ismli qizchasini yoqtirib qo'ygan. Ya'ni yoqtirib qolish emas, ikkalasi yaxshi kelishgan bo'lgan o'sha vaqtlari. Ya'ni u halovatni topmagan narsani, ya'ni hech qayerdan halovatni topmagan narsani rassomchilikdan topgan va rassomchilikga kursga borgan vaqti u Nur ismli qizaloqni uchratib qolgandi. Vaqtlar, yillar o'tishi bilan kitobda keltiriladiki, mana hozir ham deydi, ya'ni kitobning eng so'ngida hozir ham Yusuf sovrin olishga chiqyapti va uni orqasida men deydi. Ya'ni o'sha qiz oxirigacha Yusuf bilan birga bo'lib, oyisi ham birga bo'lib va bilamizki, oxirida baxtli yakun bo'ldi. So'nggi xulosaga keladigan bo'lsak, kitob menga nima tarbiyalar berdi и man nima xulosalar oldim bu kitobdan. Avvalambor, ustozlik xulosamiz ancha oshdi. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, bu yerda bir boshqa ustozimiz ham bo'lardi. U o'quvchilarni so'kkan ustoz ham bor edi. O'quvchilarni shaxsiyatiga tekkizib so'kmaslik kerak. Shu xulosalarni oldik. Eng asosiy olgan xulosamiz nima bo'ldi? O'quvchimizni eshitish kerak. Ya'ni o'quvchi keladi, u bilan shunchaki ustoz shogird bo'lib, bizani xonamizga kelib, xonamizdan ketish emas, balki darsdan tashqari 5-10 minut vaqtimiz ketsa ham gaplashish yoki nima muammosi borligini ozroq biz ham eshitadigan bo'lsak, u o'quvchi bizni shaxs tomonidan ozroq bo'lsa ham hurmat qiladi-da. Deylik, ertaga bizni o'qishimizni bitirib ketgandan keyin bizni unutib yuborishi aniq. Lekin biz u bilan gaplashib, dalda berib, muammosini yechib beradigan bo'lsak, o'sha narsamiz esida qoladi. Ya'ni o'sha vaqtda mana shu ustozim meni muammomni yechishga yordam bergan yoki menga to'g'ri yo'l ko'rsatgan deb 25-30 ga kirgan vaqtda ham yoki 50 ga kirgan vaqtda ham eslab yuradigan jarayonlar esida qoladi. Hech qachon sizni eslab qolmaydiki, menga kasrni o'rgatgan mana bu ustozim yoki menga trigonometriyani, sinusini yoki kosinussini o'rgatgan deb eslab qolmaydi hech kim sizni. Ya'ni bu ustozlarga asosiy tavsiyam shu. Tinglaganingiz uchun, vaqtingizni ketkazganingiz uchun alohida rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.